Misra. Guanjo nima? Guanjo. Guanjo bu yoqqa. Voy voy! Voy voy! Ana bizdan Xitoydan kelgan. Mana ramyonni nomi nimaga ajdarho jangchisi deganmi sababi? Mana buni boshimga olib qo'ysamchi. Voy Ahror, ertalabdan nima bor, nimaga chaqirding? Men Bobur bilan chaqirganing qara. Ertalab emas hozir. Короче, kechki payt deb qo'ying. Nima yig'ding biz Ahror? Bobur bilan jim bo'ling. Короче, jigarlar, ochig'ini aytaman. Biza sizlar bilan restoran ochamiz. Restoran. Norim, faqat bitta nosi bor, bir kunga ochamiz. Qanaqa qilib bo'ladi? Bir kunga. Xullas, men bitta jigarim bilan gaplashdim, pastdagi jigarim bilan, Javdat aka bilan. Ular pomisheniyani berib turishar ekan. Hop. Va o'tda o'zimizning stilistika, o'zimizning menyuyimizni, o'zimizdan xohlagan narsani qilsak bo'ladi. Prям xohlagan narsani qilamiz. Ha. Tipo menyu, любой narsa. Da. И blogerlarni chaqiramiz, blogerlarga ovqat beramiz. Чисто, полайт ukay. Sotamizmi? Ha? Realni pulga sotamiz. Jetsil. Easy babki. Xullas, jigarlar, men sizlardan hozir maksimal darajada kreativliklarni ishlatishinglarni xohlayman. Go. Ya'ni bizga stilistika kerak, menyu, u menyuda ovqat qanaqa bo'ladi, kim bo'ladi вообще. Men shundan shu savolni bermoqchiman. Kim o'zi kim? Hozir hammasini tushunib olamiz. Go. Birinchi San kim, u kim, bu kim? ketdi, restoran. Restoranning nomi nima? Может 200k? 200k? Da. Okey, da. 200k. O'zbekcha qilaylik. To'xta, o'zbekcha. 100 ming? 200 ming bo'lmaydi. Nima? Mana ikkita 100 ming qo'yaylik. Ikkita 100 ming. 100 plus 100 deb qo'yib qo'yaman. Shogbar market deb yozaylik nomini. Xullas, bizga eng muhim narsa bu Помещение hal bo'ldi, ya'ni o'sha joy pasta aniqlab bo'ldik. Endi bizga ikkinchi kerakli bo'ladigan narsa bu stilistika jigarlar. Ya'ni dizayn qanaqa bo'ladi? Men dizayner bo'lib ishlaganman. Xo'p, nima qilsak bo'ladi? Qora oq qilaylik. Qimmat restoranlarda. Qora qilaylik. Ha, takoy premium. Perchatkalar bilan takoy qo'lda Da, takoy anaqa fartuklarni qorasini olib. Okey, da. Qora qilamiz, sasali? Bilyapti, qora dedimmi? Qora stilistika. Kelisiya, как бриллианты narx. Tak, ikkinchisiga bizga nima kerak jigarlar? Ikkinchisi Ovqat. menyu. Ne, to'xta. Hozir menyu berishdan oldin kimligini bilib olaylik. Okey. Men по-любому bu restoranning shef-poveri bo'laman. Men ham povur bo'laman. Lekin povur bo'lsa, men bo'lmayman. Unda men Ofitsiant? ofitsiantlarning menejeri bo'laman. Ofitsiantlar menejeri bo'lasanmi? Sasal? Da. Po'yna. Sen ham tagda anaqa bo'lasan, povur bo'lasan. Menmi? Ha. Bobur kontrol. Qara, bunaqa qilamiz tagda. Sen bitta o'zing по-любому ofitsiantlik qila olmaysan. O'shaning uchun Shogird kerak. shogirdlarga javob bor, ukam. O'sha polностью o'zini skvadini yig'ib keladi. Joxon aka, Abu, Ahror, baribir, bekorchilar. Barbarello. Все, okey. Biz aniqlab oldik. Endi ovqatlarni gaplashamiz menimcha. Bizaga Ben pomisheniyani gaplashganimda Javdat aka, "Bo'ldi, ertaga kelsanglar, mayli beraman" dedilar. O'shaning uchun bizda bir kun vaqtimiz bor. Bugundan boshlab ertangi kechqurungacha bir kun vaqt bor. O'shangacha hamma narsani podgotовка qilib qo'yishimiz kerak. Menda bitta taklif bor, men oshpazlarimiz o'ziga. Давайте o'zimiz biladigan qanaqadir taomni aytaylik. Menyu qilamiz. Da, o'sha taomni bilaylik-da, xarajat qancha, tipi tez bo'ladimi, yo'qmi, o'ylab o'tirmaylik-da. Давай. Nima qilasiz siz? Men Xitoyga borib kelganimda bitta pis Ramon? Короче, ramyon qilamiz. Meni ideyam shunaqa. Hozir короче Xitoyda bitta pisini yedim. O'shani endi qilib ko'rishga, to'shni ichida nimalar borligi esimda yo'q, uni It go'shi bormi? It go'shi bormi? Cho'chqa go'shi. Qarang, tagda hammamiz bittadan aytaylik. Ha, o'shanga nom aytaylik. Давай. Ha, men kstati, anavda qo'yaman nomini, nima edi? Ajdarho jangchisi. Ramyonning nomi. Bo'pti, unda Abuni o'sha Ajdarho jangchisini yozaman, ha? Yoz. Ramyon bo'ladimi? Nima? Damyongir. Bilay. Nimaga Ajdarho jangchisi qo'yganimni keyin aytib beraman sizlarga. O'zi bittada ana aytadi-yu. Men boyib ketganim bilmaysizlar, lekin ana belgilari bo'ladi deydi-yu. Nima Ajdarho jangchisi qo'yganimni belgisi bo'ladi, ko'rasizlar. Joxon aka, siz nima qilasiz, bo'pti? Firminni ovqatlaringizdan bordi-yu. Anaqami, nima edi? Kurini grutka bilan, короче, shampinyon и slivkaga yonda guruchda garnir qilib beraman. Eng yaxshi ko'rgan ovqat. Ot nomini nima qo'yaykan? Nima qo'yaykan? Jeshmi? O'lgan? Qo'shnim yeb yuborgan mushukmi? Jesh qo'yamiz, давайте, okey. Men seni yaxshi ko'raman. Ovqat ham o'lgan mushuk go'shtdan bo'ladi. Jesh, men seni yaxshi ko'raman. Men oldindan tayyorlanib keldim. Oo. Biza ozgina mehmonlarni aldaymiz. Qanaqa qilib? Menyuga vegan degan joy ham bo'ladi. Ular, "Voy, hozir salat yeyman." Kurini steak keladi-yu, ular.
Qaror, o'sha veganni qo'yib qo'yamiz, lekin steak keladi o'rniga. Men o'sha ovqat olib kelganda men bunaqa tovuq bilan turaman. И полностью restoranda tovuq bilan yuraman. Tirik tovuq bilan. Brat, yuradi bolalar bilan takoy o'ynaydi. Qattiq topasan endi biz, a? Topamiz brat. Tak, bitta narsa aytmoqchiman do'stlar. Restoranda hamma ofitsiantlar cho'tki muomala bilan gaplashadilar. Bizning restoranimizda derski ofitsiantlar bo'ladi, ko'cha bolalari bo'ladi. Lekin so'kib, mana bunaqa bor deydi. Ko'cha bolalar sotamisizlar? So'kinmasdan. Ko'chada o'zi. Nima zakaz qilasiz? Mana menyuni otib yuboradi mana. Короче, bolalar jinniliklar bilan shug'ullanayotgan paytda men o'zimni ovqatim, ya'ni veganni yozib qo'yaman. Jigarlar, yana bitta ideya bor. Yana bitta ideya, mehmonlarga auksion qilamiz. Ovqatda auksionini qilamiz. Boshqa ovqat. Pul ishlaymizmi shunda? Sotib oladimi tipa? Da. Oxirida meni pulim ko'p. Короче, o'ylashim bo'yicha hamma o'zini zadaniyasini tushunib oldi, nima qilish kerakligini. Endi esa biz keyingi kunga jo'nal bir kundan keyin biz hamma narsani tayyorlab ko'ramiz va mana bizda spisik bor. Bu приблизительный, bu o'zgarishi mumkin. Yana nimadirlar olishimiz mumkin. O'zimizdan yana nimadirlar qo'shishimiz mumkin. Bu уже improvizatsiya. Bizda приблизительный plan bor. Endi esa biz keyingi kunga o'tamiz. Let's fucking idoslar. Kanalga obuna bo'lib qo'yishingiz. Yo'q, jigarlar. Biz 200 mingta bo'ldik, shuni aytmoqchi bo'ldim. Biz 200 mingtaga restoran ochyapmiz bir kunga va bir narsani sizlarga aytib qo'yishim kerak. Agar sizlar eshitdinglar, agar Ahror Alixonov kanalida 300 mingta obunachi bo'lsa, yig'ilsa, biz komandamiz bilan kino olamiz. Shasho bitchovas, nega? Agar biz 3 ta komandaga bo'linib kino, qanaqa turib kino olayotganimizni ko'rmoqchi bo'lsanglar, albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. God damn it, bro. Xullas do'stlar, biz mana kuxnyaga ham kelib oldik va готовность. Ahror. Qani narsalar kecha bozorlik bo'yicha yozdingmi hammasini? Olib keltirdingmi? Olib kelmadim dema faqat. Bular birot bir javob. yarim soatdan keyin ochilish kerak, qani? Javob. Javob. Produktlar qani? Qanaqa produkt? Aytmadinglar? Men hozir keldim. Bor olib keldim. Bor. Javob. Bor chiqib kelinglar, Urushma. Javob. Bolalar 1 soat vaqtimiz qoldi. Bular nima olib kelish kerak? Kecha yozib berdim bu spiskani, javob. Menga Qara, 10 ta tuxum, 2 ta tovuq, tak, bitta go'sht olib kelasan, pyure uchun masalliqlar, yog', perets, keyin nima edi? Gribi, champinyon. Bor olib keldim men. Bor. Ahror, urushmaga. Javob, shoshmasdan yo'ldan ehtiyot bo'ling. Tezlashinglar, bolalar 1 soat vaqtimiz qoldi. Bobur, borib aytib qo'y, keldim deb qo'ylaring borib. Urushmagin. So'p. Voy, bular uspet qilmasa lekin bilasizmi? 1 soat sandan-da, to'g'rimi? Aytmading kech, to'g'rimi? Aytib qo'yaman deb kech qolaman. Men to'nka bormi, yo'qmi? Men yozib berdim-ku bozorni. Men chef powerman. Bo'pti, kiyinib chiqing. Xullas bizda готовность bor. Yurishini qara. Nima bo'ldi hozir tushunmadim, lekin biz borib Yechmadim, bilay. Tezlashinglar. yoza oldingizmi hajami? Tez, yo'q-da, bular bor deyapti-da, nima qilay? Короче, varianti bor, tipi maksimum esimizda nima qolgan bo'lsa, shuni olamiz. Xohlasa. Tovuq. Xullas, men tagda bo'l, Bor kiyinib chiq, tez kiyinib chiq. Qilsang endi. Ko'rasizlar nima bo'layotgani, mana jurabillar nimadirlar qo'yib olamiz. Hozir esa Bozorlik yo'q. kiyim olaman, bozorlik yo'q, kstati. Men kiyim olaman va уже mehmonlarni kutamiz. И, kstati, готовность bor. Всё, kiyim oling, keyin aloqaga chiqamiz. Давайте. Xullas, biz kardinkadamiz. Bizga hozir kerakli produktlarni eslab, hammasini olishga harakat qilamiz. Ola olmasak, mana Ahrorga Короче, qarang. Fikrim bo'yicha nima ovqat haqida gaplashdinglar o'zi? Non kerak bizga. Kola и bo'ldi, основной bo'ldi. Men bolalarga narsa qilib yerdim. Non bilan kola. Давайте napitik ham qo'shamiz menyuga. Biz tayyorladik-ku streamda. Короче, do'stlar, streamda bir marta qilganmiz bu napitik. Nima edi hozir? Fachilu. Nomini nima qo'yamiz? O'zingiz ayting. Mehr. Vooo. Было. Apelsinoviy sok bilan limonli kislota olishimiz kerak. Nimaga 3 ta oldik? Yetadi. 3 ta yetadi, men bilaman. Короче, biz jesh degan ovqatga champinyon oldik. Yana nima kerak bizga? Zelen kerak. Yetadi mana shu. Napitik kerak, brat. Napitik bormi qayerdadir? Qanaqa nima reklama qos? Voy bila. Bila. Ichidan такой tirsiq chiqsa bittasi. Eng yog'li sut so'rashdi. Brat, reaksiya. Oy. Вот, резкий mashina olamiz. 20 ming o'zi ovqatda menyuda narxi 30 ming. Qachab 30 mingga tushirish kerak. Okey. Chunki 30 mingni ham biz to'laymiz-da. Klientlardan pul olmaymiz. Biz shunaqa restoran, kstati. Agar xohlasanglar,
Bilen 11 to'xtang, 12. menda yana bitta ideya bor. Nima bo'ladi agar biz ikkita lapshani aralashtirib qilsak? Bu bolani miyasi Elon Muskning og'ziga. Короче, men Hotlanch bilan kollaboratsiya Rolton qilaman. Bam. Ovqatni nima qildi? Yoqmayapti bu bola menga. Отписка bosinglar kanaliga. Tak, sut oldik, tuxum oldik, un oldik, yana nima kerak? Qara, bizada sekretniy ingredient bor. Do'stim, men shuncha uzuncha chiqdi. Ketdik, brat. Biza ketdi. Eng osonini oldi bu. O, men zalga boraman. Xullas do'stlar, mana biz ham Tayyormiz. tayyormiz. Sizlarchi? Xitoydan janob Mr. Guanjo nima? Guanjo. Guanjo bu yoqqa. Voy voy! Ana bizdan Xitoydan kelgan. Mana ramyonni nomi nimaga ajdarho jangchisi deganmi sababi? Yech. Kim karrillab yuradi produkt? Voy, bozor. Chertafalla keldi-yu. Voy, nima deyapsan? Sen mensiz produkting bo'lmaydi. Praydoy. Короче, ramyon yo'q, Rolton oldim. Men u yaqsan san. Qani ramyon? Ramyon deb pul yetmadi. Ramyon gar. Xullas do'stlar, ketdik. Zagotovkani tayyorlaymiz. Молодцы, ребят. Xuy. Javob, sen kiyib ol, pagnali. Boshlaymiz bo'lmasa. Mana shu boshida tayyorlayman uni. Men bu yerda Ahrorga yo men tushunmayman-da bu menga ramyon olib ketsam, hot-dog olib kelganda. Rolton olib kelganda. Mana bu nimaga oldinglar deb so'rashingiz mumkin. Qarang, bu mamga tiqiladi birinchi очередda. Keyin mana men mehmonman. Nega kelyapmanda, qo'limni yuvib olsammikan, yo'qmi deyapmanda. Ne. Boshqachasidan. Ochish kerak uni. Bo'ldi, jimida. Bo'ldi. Ko'payib ketdi. Astodi ochib olaylik. Pastroq. Okey, qolinglar. Qarang, men mehmonman. Qarang, qo'limni qattiq yuvsam bo'ladi. Oqib ketdi bilan. Brat. Voy talbay. Naqman joyimga o'tira olding. Ukam ne uzr. Ne joyimga o'tira olding? Xullas. Biz o'tida qisqa. Bordik. Sasichli. Xullas. Mana zasos. Jo, naqoy zasos. Lasos ekan. Xullas do'stlar, men chef powerman. Biz ichkariga ham qo'yib oldik. Masalliqlarni olib, hozir zagotovka qo'yamiz. Ya'ni Men buni pishirmay yesa bo'ladimi? o'tida qisib bir gapiryapman. Pishirmay yesa bo'ladimi? Yo'q, bu emas. Hozir tegma buni. Nima? Mehmonlarga bu dal. Nima? Yo, pishirmay yesa bo'ladimi o'zi? Yesa bo'ladi. Xudtonga baqiryapsanmi? Ochma bu mehmonlarga. Ochma. Voy, yeb qo'ymayman, zasos. Zagotovkani qil, nima? Ramyonga qilishim kerak. Voy, mana g'irrimi bo'lyapti. Saunada yarış qilishayotganda yo'li. Qarang, oling, vulqon bo'ladi hozir. Meni ko'rganda qizlarni Pasaytir, o tuxum hozir bola ochib chiqadi. Men Yevropa milliy taomlaridan biri bo'lgan tovuq va champinyonni slivichniy sousda qovuraman. Qara. Chivordan. Qarang. Jim turibdi-da, hozir qarab turing. Qarang. Qara. Jim turadi, qara. Lekin bilasizlarmi qancha vaqtimiz qoldi? Ровно yarim soat. Uspet qilsangiz. Javoq it priprava olib keldingmi? Ahror, artish yormasa pizdik bo'ladi. Kartoshkani qaynamaydi, oldindan aytib qo'yaman. Подписчикlar kelib artish yoringlar. Shu videoda 100 million talakisiz. Nang dis. Nima bo'lsa bo'ldi, bitta abrikosdan bo'lishi kerak. Ketdi mana. Puchoni bir-biriga qilib. Abrikos, troskakos, manga, piva и насос. Ken Velasquez and Margaret Gray, Человек-паук DJ. Xot debsan. Qamchilar. Короче, do'stlar, biz hozir materialni kesamiz, чтобы stolda qora такой элегантный bizning stilimizda chiroyli bo'lib turishi uchun. Yaxshi. Давай, Nizom. Qarang, o'sha aura berilyapti bu joyda. Ana bo'lmasa, bolaligingizda trudga borganmisiz deyman? Tupoy. Kim Boburmi? Yo'q.
Уволишься. Damyon ramyonlari. Ramyonni qo'tlanishdan qolamiz. Yeba. Jam. Ramyo aytganlarga kuydi-yu puliga. Falit qilmay. Bu video chiqqandan keyin kim ramyo yegan bo'lsa, qo'tlanishdan qilingan edi. Mana bu o'zi yeb chiqyapti. Hozir sutli suvga ramyon qilaman. Kalan chekkanday bo'ladi. Ahror, o'g'an katta gastrolkada nima qolsin? Suv? Yana bormi shunaqasi? Bilmayman. O'zing uchun topib ol. Menga emas, Ahror kartochkasiga. Qo'y menga. Hamma o'zing uchun o'l yetim berdi. Mana sportda bir ishlamay borchi. Borchi? Che. Mana kim AirPods'i? deb. Jalal nimadir qilib turibsan, o'ta. Qashonda o'zingni qilishingda. Turibdi-jan. Meniki oson chunki. Qochna emas. Jigarim, avvalimni Jigarim, avvalimni bittiysan maylimi? Jigarim so'ragan, avvalimni hammadan qilib qolamiz. Adabiy do'stlaringiz jon qo'yinglar. Ishingni qilgan Ahror ulgurmaysan hozir. Ho'kiz. Ketdim men. Kutman agar. Ventilator beringlar. Men petlichka ishlamaydi der. Men petlichka ishlamabdimi? Mulyajmi? Mulyaj. Tir lochen. Tir orqadan. Niye zagadon ko'rsatib qo'yingiz bilan? Abu radarga ovoz beryapsiz. Xullas, короче, men pyure uchun zagotovka qolma, ya'ni Kartoshka arkanni qara. archonman. Jahon aka champinyonlarni kesyaptilar. Takoy chef powerda, lekin chef powermanman. Xotlan chiqyapti ramyonga. Ramyonga? Ramyonga. Nechta edi klien? 14. Oy, 5tasi yesin, 5tasi qo'tqami yesin. Ey, hammasini bittada qilmoqchimiz? Yo, sop qo'yay, kerak bo'ladi. Ey, ofitsiantlar ishlaydi. Voy, buni yegan odam 3 kun ichi ketadi-ku. Bay. Tualetga kirib damyonga. Tak, bugun bizada juda muhim kun. Chunki bizning restoranimiz birinchi kun ish otdi va sizlardan hammadan maksimal natijasini respekt va maksimal natija kutaman. Поэтому kutni qisib, meni eshitib, hammalaring ishlashing kerak. Tushunyapsizmi? Uf, zaib. Bitta ham ошибка Zaib bo'lmaz. bo'ldi, davay. Bitta ham ошибка bo'ldi. Все, давай. Все, давай. Oyoqdan. Yo'q. Ur. Mani pulim ko'p. Ketdimmi, o'p. Damyongir. Bularni nimada taqdim etamiz? Tarelkadami, kosadami? O'ylamadilaring-a uni? Men o'yladim, manikani o'yu, pasta-pastani narsasini hisob beraman. Vok. Voy, men nima hisob beraman? Voy, idishlayapmiz-u. Lasos yegim kelyapti. Skоворodkaga qo'yib berasiz. Choy berasiz? Choy. Bo'ldi, menimcha yetadi shuncha. Yetmaydi, qo'y. Ozgina pyure qilaman, restoran-ku bizda. Ha, buningda qaynamaydi, katta gastrol ol. Mashina berasan. Din qo'y. Va bittalab qilasan, dalbay. Pashonda qo'y. Mana ichidan nimadir oqayapti. Damyongir. Xullas, men kartoshkalarni archib oldim, endi yuvib pyure qilishga qo'yamiz. Nima 3,5 mingmidi? Mana qaralaring, oshxonada suv kurmalaring, oshxonada. Ey, ho'kiz. Pashonda. Nima ukazit qo'yasiz? Spam qilmaydi. Men berib tur mashinani. Bu kerak, ko'p. Men bunday qilasan? Hali qaynamadi. Yo, uylagan. So'kmaydi lekin yaxshi emas. Butun bir zavideniyada bittadan kastrolga olmasa kerak. Men qarang, so'kyapti. So'kish yaxshimi? Men qarab, ofitsiant baqiryapti. Menejer, o'chiring ovozingni. Kastrula yo'q. Kastrolka yo'q, chunki Ahrorga lekin kerak o'sha kastrolka. Kastrula kerak, brat, mashina. Oy, ham pyurega mashi bo'radi, ko'p. Nimaga? Qaynamaydi, Qaynamiydi, dalboq. Это не моя Mashinga проблема. qo'yaman. Явно это не моя проблема. Ozginadan keyin. O kerak bu ozginadan keyin olaman. Ramyonni chetiqaman. Bolajonlar urushayotgan paytda biz tovuqlarni to'g'rilsak shaklda to'g'rab olamiz. Taxminan mana shunday hajmda bo'lishi kerak. Basharangiz eshitmani xarib, kartochka solsang, kartochkani isqirtib chiqadim buni ichiga. Men keyin bu suvni olib turib, anondan ramyon tayyorlab ushlayveramanmi? Boshqatdan qilasan, Ye, pasholna. Oy, men nimada qaynataman? Это не моя. Logichda, Ahror. Bular, men kutdimga sikman 100 talik. Uni endi bildingmi? Voh, qo'lim kuydi onangiz. Ramyon kim tayyorlaydi endi? O, nechida kelarkin endi bu yibatlar. Mehmonlarmi? Ha. Zo'r chaqiryapsiz mehmonlarni. Kunduzi jigarim, jonim, asalim, baxting uchun.
Men hozir kartoshka free qo'raman lekin. Mana buni ham yoqib berish kerak-da, yana bira. Men yoqib beraymi Ahror? Yoqib bera olasizmi? Da. Tagda men kartoshka free qilaman. Nima qilay bo'pman? Bilay, bor yo'qolsan, короче. Operator, qoch, xalaqit qilma. Operator din. Olmay ketaversa xafa bo'lib Menga taxtacha kerak. Menga ham or Din o'zing ol. Tak, men kartoshka free qilaman. Pyure o'xshamadi. Bilay, takoy себе restoran bo'lyapti-da, lekin bor. Kartoshka free qanaqa qiladi aka? Bitta ko'rsatib ber, ekzemplyar qilib ko'rsatib ber. Chef naxu. Doq qilasan, qara, ko'r. Doq qilasan, shu tak. Mana olib turib, tak deyish. Keyin уже that's all. Bo'ldi, bering. hozirdan tayyorlab qolsam, sovib qolsa nima bo'ladi? Taymingini ushlang-da. Qayerdan ushlayman taymingini? Mehmonlar qachon kelarkin? Tezlashinglar! Tovuq olib keldimi? Rostdan olib keldim tovuqni. Живой tovuq olib keldi. Qarindoshlaring to'g'ri olmayman. Qoshiq vilka, suv, bu nimalar yo'qmi? Turib ko'tingni ko'tarib qidir qo'taq. Men hozsam. Bo'l. Brat, я в ахуе. Cho'q, fas. Ismi Gambit. Nimadir dorish kerak, brat. Gap yo'q lekin, gap yo'q. Chog'im qani meni bering. Jim. San bu. Jim. Men mazaga Olay, xo'p. Bu qoshuvda qil. Yo'q qoshiq. O'ni kam qo'ynan tutdi. Operator aka olib beravering. Bitta qoshiq olib beravering aka. Olib ber, senga yetyapti. Operator senga. Yo'q, unga aytayapman. Rahmat aka. Baxtimga sog' bo'ling. Hozir. Qarash, men hozir tuxumni qaynatyapman. Qaynatib bo'ldim. Ujum buni o'rtasidan kesaman deb 5 tani o'rtasidan kesib, bitta anonga ikkitadan tuxum solaman-da, keyin damyonlarni qilib damyongir bo'ladi. Kelib o'tirib kutib turib, biz tayyorlab beramiz, to'g'rimi? Babrillon urib chiqaz qo'yim keladi. Yetma bunaqa ko'p solsang o'sha masalani o'stiraversin edi. Nima bo'lyapti? Dubstep qo'yasizmi? Voy bil. Yap. Siz naq ikkitasini yoqdingiz. Zavali naqoy. Mana nima qilasan hozir? Hozir bu qovurganim sari kichrayib ketadi. O'tanga o'xshab. Mama ya Dubai. Gap. Ya, to. Nima degandi Rayhon? Sochingiz menga o'xshar ekan. Qishloqdan kelgan tovuqlar, shaharlik tovuqlar kelib. Ko'p. Yana bo'ladi. Ahror sochini vaqt o'tadi. Voy, do'plar qochlaring. Qosh naq qo'yib keldingmi? Yo, naq kelding. Bitta jallab. Xullas do'stlar, nimaga powerlar menyusiz ishlashyapti desanglar, bizda menyu уже tayyor va mana shunaqa ko'rinishga ega. Bularni esa biz mehmonlarga tarqatamiz. All right, bro. Og'dar o'radi deyapsiz. Ammo nima ishlamayapti? Men qossam o'tdi. Bor yo'qol ofitsiantsan. Nima chiqib qolyapti? Jigarlar, menyu. Qo'y, qani jesh. Vegan, ajdarho jangchisi, jesh, ava, muzda suv, mehr. Damyongirmi? Nima ishlamayapti men bu? Ладно. Ofitsiantga beraveramiz. Короче, qancha 6 ta naqam bor, zagotovkam bor, steykim. Agar 7 ta zakaz qilsa, nepda. Qanaqa 7 ta zakaz qiladi? Mana masalan, ramyonni 7 ta zakaz qilsa, qan deysan, to'g'rimi? Wow. Bizda zagotovka tayyor. Если что, mana qolib ketganlari, buni anunga ishlatib olsangiz. Yo'q. Bo'ldim, men o'sha bo'ldim. Qanaqa qilib axir? Всё, endi normalniy holatga keldi уже. Bu ham. Bo'ldi, mehmonlar keldi. Burası. Keldimi? Na, kelishdi. Короче, sen bizning restoranimizni типа лицо амбассадорsan, tushundingizmi? Поэтому kutib olasiz. Turasan mana shu yerda, такой marhamat deb turasan. Давайте, пацаны. Biza bugun yoramiz. 1, 2, 3. Let's go. Hurmatli mehmonlar, kirishinglar mumkin. Короче, hozir ko'p bo'lib ketadi, lekin qovurganda bu narsa yo'q bo'lib ketadi. Поэтому biz ko'proq sovuramiz. Jahon aka. Bo'ladi. Men nimaga qo'yaman buni? Skorodaga, o'nta skorodka olgan. Hamma keldimi? Endi buni sekin qovuramiz. Olovni past qilib qo'ydim. Из-за того, что kuyib ketmasligi uchun past olovda qovuramiz. Endi o'ylayman, говнищий narsa chiqmayapti. To'kib yubordim ozgina.
Bular agar mehmonlar bu yerdagi bardak ko'rsa ketishardi lekin. Jal hamma oshxonada shunaqa bo'lasan, o'zing yegan joyingda yeb. Hop, mana bu narsa meni zayg'orda, shuning uchun kattaroq narsa qidirib kelaman. Jet, o'shil jet. Yakubel xatuna. Tamam, ovqatdan. Jet fladim. Men yemayman. Tak. Voy! Ko'payib ketdi. Buni botirib olamiz. Oy. Men kuritsalarni, steykini podgotovka qilyapman. Hozir уже mehmonlar o'zi kelib qoldi. Ham o'xshamaydi bunda. Nima qilishyapti ofitsiantlar? Bestil ishlarda bor-ku. Adashingiz. Nima bu? Adashingiz, brat. Nima meni adashim? Mani nima adashim? To'q, jinnimisiz? Axo shavel to'g'raman men. Endi guruch qilamiz. Guruch. Bular tayyor, xudo xolasa. Qaymog'ini bittasini bunga, bittasini bunga qo'shamiz. И потом sutni yarmini bunga, yarmini bunga qo'shamiz. Bag'ishmabi. Gas. So'kma. 100+100 restoraniga xush kelibsiz. Bemalol. So'kma? Ashuna. 100+100 restoraniga xush kelibsiz. Sizni men o'zim обслуживать qilaman. Otim Javohir. Kelganingizdan xursandman. Bemalol o'tishingiz mumkin. 100+100 restoranimizga xush kelibsiz. Men otim Javohir, men o'zim sizni обслуживание qilishga tayyorman. Keyin oxirida men sizga chiviy tashlab ketaman. Dudosh qaragin. Nima bo'lyapti? Voy. Dudosh! Qoch. Agar yaxshi обслуживание qilsangiz. Все havolanadi. Menga bermaysizmi? Da. Ana 100+100 restoranimizga xush kelibsiz. Men ismim Javohir, men o'zim sizni обслуживать qilaman. Da, 100%. Bitta bo'ladi hammasi. Xudo bemalol o'tirsangiz bo'ladi. Любой stolingizga. Da, вообще Jacoban! Ani bor. Ket. 1, 2, 3 deydi. Ты трогаешь мою. Горит. Понятно. Bitta skоворodkani qo'yib bering, пожалуйста, aka. Yaxshiyam bizda operatorlar bor. Operatorlar хотя бы yordam turishibdi. Yordam berib turishibdi. Rahmat. Men nimaga bunaqa qilayman bilasanmi, Ali? Hozir ko'rsan. Biroz tayyorlab qo'yaymikin, nima qilay? Tayyorlab qo'yaveraymi, Jahon? Tayyorlab qo'yavering. Lapshasini solmang bo'ldi, qo'yalarni. O'zi hech narsasi yo'q, faqat lapsha. Avval yemanat, qo'lqog'im yemanat. Mendagi qo'lqoplar yo'q, chunki hozirgina men qo'limni yuvdim. Voy, brat. Brat nima qilish kerak buni? Kuyib qoldi men bu. Mana buni qovurib olay jigarlar. Banduelle, для чего кукуруза, Ahror. Ana unga sekret ingrediyentga. Bratim, вообще baland bu. Hop, pasaytir. Eng pastda 600 turibdi. Mana bittasini qovurib ko'raylik. Bismillah. Ketdi mana ikkinchisi. Bismillah. Ikki guruchim kuydi. Kстати, mana nima bo'pkan ekan? Yana ozgina bor ekan bu yerda. Tak, biz ungacha mana buni qovurib turamiz. Не снимай, блядь. Не снимай. Bizaga Nima xohlaysan? kim shef-повар? Bizaga ikkita vegan. Qanchada bo'ladi? Hop. Ikkita vegan kerak ekani. Bo'ldi, hozir qovunma. Faqat ramyon bor edi. Voy, повар, musor ichkariga kir, o'zi qaraydi ofitsiantlarni. Sнимай, Shalim. Sнимай, brat. Qoch. Voy, nima qilyapsiz? Jinnimisiz? Ko't bo'ldi. Voy, jinni bo'ldi. Yaxshiyam operatorimiz bor. Foylar, qorayib qoldi jigarim. Men ham chiqib yubordim, Ahror. Voy, brat, это не то. Nima bo'lyapti bu yerda? Tayyormi? Ket bu yoqdan, ket. Mehmonlar kutyapti. Nima zakaz qilishdi bizga? Qani chek, qani? Aytmadimi? Anaqa. Nima? Ikkita vegan. Xo'p, men qilaman. Bo'ldi, qilasizmi? Ha. Bo'ldi. Endi nima qilish kerak? Chiqib ket. Damyongir. Lekin takoy себе bo'lyapti lekin. A? Bitta jesh. Aromatim keldi na. Voy, qo'limda suv bor. Oka, ustini mana shunday yopiladi. Ay! Yeva. Nima bu? 2 minut tursa ramyon tayyor bo'ladi. Ramyongir. Ke? Ha! Ne?
Reально? Tak, gapir. Xo'p, ikkitami, uchtami aniqlab olinglar. Jesh hech kim yemaydimi? Qo'ya приготовлю, блядь. 3 ta jeshmi hozir? 3 ta jesh, 3 ta vegan. Ajdar xo'jangiz 2 ta. 3 ta ekan. Ketdik, давайте, работаем. Работаем! Работаем! Qoch olim. Qilaman hozir. Voy, ben yeda. Nimaga? Приправасini solmasdan просто o'zini sovordim. Brat, ramyonni shunga solsa bo'ladimi? Rебята, biz umuman power emasmiz lekin aytib qo'ying. Harakat ham qilmaylik, keyin safar power urishga. Bangacha bitta mehr olib kelib beringlar, olmaysizmi aka? Qaranglar, mana buni boshiga qaranglar, miya yo'q de bunda. Bunda ham. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Давайте, oling. Nima tanladingiz? Ey, menejer, bu yoqqa. Eshitaman. Bizda mana nima degani bu? Ajdarho jangchida просто siz zakaz qiling ko'rasiz. Mehrli ichida nima bor? Mehrli. Mehr ichida, Agarchi abomi yoki aqror kelib o'qib qo'ysa, men kechirmayman. mehr ichida xuddi Xo'p, sizga bitta vegan, to'g'rimi? Qarang jigar, zakaz olasizmi? Endi men trend qilib yotibsam, naq qilib. Давайте, eshitaman. Bitta vegan. Vegan? Bitta ajdarho jangchisi. U ramyon faqat achchig'i. Bo'ldi, всё. Men oldim. Sen Ichishga yetmadi-ku. Mehr beray menga. ichishga mehrmi? Ichimlikning ichida turibdi-yu. Bo'ldi, всё. Hozir qilib kelamiz. Nima bu qatdan topgansizlar buni, ha? Zakaz olishni bilmaydi. Maniki bagajda paydiyot. Yiqilsa sikman lekin. Xullas do'stlar, mana steykimizni ichiga menimcha issiq o'tmayapti. O'shanga usti normalniy bo'ldi, lekin ichiga o'tmayapti. Shuning uchun nima qilamiz? Buni ikkiga bo'lib, yarim-yarim tayyorlab olamiz. Qaytadan qovurib, birga qilib jipishtirib qo'yib qo'yamiz. Hozir endi mana bu suvi qaynab, suvi kamayguncha qaynatamiz buni. Power bo'lish ham qiyin ekan. O'ylashim bo'yicha bunisi tayyor. Bizga 3 ta kerak edi. Biz yana bittasini olamiz. Короче, mehmonlar ham edi. Bizda 2 ta steyk tayyor. Frityurnitsamizda уже frila, sal ozgina normalniy, короче. Va bayog'da уже bayog'da bo'lib qoldi-ku. Men tayyorman padachaga ham. Mana ham ozgina уже qoldi. Nima chishyapti? Nima bilan? Normalniy? Nimani nito qilyapman? Всё, нормально, пошёл нахуй. Go'shingdan ber. Nechta? Bitta qoshiqda bittasiga olay. Shunda qizmiyorsiz, Bu menimcha уже yonib ketdi-yu. Steykimiz почти tayyor bo'lib qoldi. 1-2 minut va hamma narsa tayyor bo'ladi. Biz esa keyin оформлениyaga o'tsak bo'ladi. Kelinglar, hozir оформлениyadan qolganlarini qilib turamiz. 100+100 restoranimizga xush kelibsiz. Hurmatli kunduzlik kech bo'lganda bizni starshi menejerimiz qanaqa jalba, noqulaylik tug'dirgan bo'lsa, kimdir bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Agar nimadir nito bo'lsa, jalb menyuni sizni men bilan Bobur обслуживать. Zaib, говори со mной. ketdik, просто o'tiramiz и сразу menyu berib qo'yamiz. Marhamat. Qatga o'tiramiz biz. Ye. Assalomu alaykum. Turetskiy gambit. Nima hamma turetskiy gambit deydi? Shunaqa kino bo'lgan oldin. Ko'rmaganmisiz? Nimaga bu sizda? Tinchmisiz? Ko'rdim, normalmi? Просто kameraga qarab turing, to'g'ri, просто kameraga qarab turing. Kim kunduzini Kamol Qahhor sochida ko'ribdi? Men просто banyadan chiqdim, mazam bo'lmayapti. Серьезно? Да, omonxon yoqmayapti. Ну, ладно. 100+100 restoranimizga xush kelibsiz. 100+100 restoranimizga xush kelibsiz. Tak, boricha gaplashar ekanmiz. Ismingiz? Ozoda. Rayhon. Tushunarli. Bizning restoranimizga xush kelibsiz. Bugun bizning restoranimizni bir kunlik aksiyasi, ya'ni bir marta ishlaydi. Agar qanaqadir bizda restoranimizda lotereya bor. Papay degan ovqat yutib olishingiz mumkin, agar o'zingizni yaxshi tutsangiz. O'tiringlar. Shu kirgilar kim qoldi уже? Sani gapingdan keyin. Вообще-то isfandiyor, menga yordam berishing kerak edi. Ты должен был мне помочь. Ты что говоришь? Isfan, pishing. Давай. Полный testosteroningizni yoqing, testosteroningizni maksimal darajada yoqing. Sam обслуживать qilib Tak, zakaz. Men mehr zakaz qilaman. Men esa ajdorxo jangchisi zakaz. Bu ichimliklardan. Ichimliklardan ava bepul ekan-ku, mana bo'ldi. Ichimlik mehrimi? Vegan ovqatmi? Men ajdorxo jangchisi menga bitta. Menga ham ajdorxo jangchisi. Boshqa variant ko'rmayapmiz o'shaning uchun. Ichishga bo'lsa
Menimcha Ava yaxshi variant. Men o'ylayman Ajdarho jangsisini abuzer qilyapti, chunki u yaqinda Xitoyga borib keldi. Ilhomlanib kelgan menimcha. Endi abuzer qo'lidan ovqat yeganmiz-da. Tak, zakazimizni oldik. Borkam, qarab. Biz bugun bu restoranni achavatini chiqarmasak, otimizni o'zgartiramiz. Biz hozir kokteyl qilayotgan hamma bizga qarab turibdilar. Agar bitta ошибка qilsak bo'lmaydi. O'sha Burnimiz bilan qilishimiz mumkin. va yerga tushib ketgan limonni ishlatishimiz mumkinmi? Biz hozir ishni ikkiga bo'lamiz. Ya'ni sen limonlarni kesishing kerak, ibotga brat. Men ungacha sehrli eliksirni tayyorlab turaman. Sehrli eliksir retseptini ko'rsatmaslik uchun Ебан. Так, все, brat, mana sizga menyu. Любой bittasini tanlaysiz. Qaysi biri yoqdi? Men qornim ochmadi, shuning uchun menga muzdek suv olib kelib bera olasizmi? Muzdek suv. Bitta bu menyuda bormidi? Bil. Ketdi. Ey menejer, hayda oringlar mana buni. Ey, mani bitta klientimga yoqmasa bo'ldi, haydayman, qoch. Menyuda muzday suv borligini bilmas ekan. Рахим, я не хочу, Рахим, балабол. Biz qo'limizni yuvib chiqdi, yana tualetdan ko'rsangiz bo'ladi. Voy, dalga akkuratно. Kat, сразу. Так. Aka, tanlaysiz, qaysi biri yoqsa o'shani zakaz qiling. Bilasiz, meni qornim to'qdi, shuning uchun menga muzdek suv olib kela olasiz. Siya bo'lmasam hozir olib kelib beraman, akajon. Hamma narsani biladigan ofitsiant bo'lsa qanday yaxshi. Ha, конечно, akajon. Jesh уже tayyor. Mamidlar rasos chiqib ketganiga ahamiyat bermanglar. Buni endi ozgina pasaytirishimiz kerak. Bo'ldi. Jesh tayyor, guruch tayyor mana. Birinchisi o'xshadi. Bittada o'xshadi. Mana bunaqa idishcha bor, pasta idishi. Qo'li bilan jirkanmaymiz, все нормально. Top-toza qo'l. Ajdarho jangisi tayyor. Sikadi hozir Taylandni borib. Mana bunisi tayyor bo'lib qoldi, kstati. Menga tiqilyapsan bunga? Vkusliroq bo'lsin dedim-da, jonim. Idi. Men sesdanman-da. Ha, sesdanmi? Bu anaqa mushugimni go'shi. Jahon aka, sousingizdan bering menga. Ahror, mama ham meni ovqatimni olibdi, sana. Men olganim yo'q, bitta dona go'sht oldim. Ana ovqat tayyor bo'ldi, ovqat olib kiringlar. Ajdarho jangisi. Red. Muzday suv bormi? Muzday suv? Muzdagina CD bor. Bizda birinchisi tayyor, ikkinchisiga o'tamiz. Bizning shef powerimizdan shaxsan o'zlari tayyorlagan steyklarni bugun mijozlarimiz birma-bir tatib ko'rishadi. Albatta. Shef janoblari, bu ovqatingiz haqida ikki og'iz ta'rif desang. Albatta, jigara baqa hozirga baravar. Mashalloh. Ozgina limon sokidan siqib qo'yamiz. Chista для вкуса. Jim, Ramesh. Ikkitasi tayyor, ketdi uchinchisi. Biz hozir birinchi zakazni olib ketyapmiz. Угадайте кому? Bu Ajdarho jangchisi sizga mana. Yeydigan narsamiz qilib. Честно. Qo'y. Пожалуйста. Угадайте, kim buni tayyorladi? Bu. Вроде нормально. Ana bitta tatisni, bitta birinchi takoy. Hop, ustida salatniy list, ichida rayhondimmi? Anaqa Roltonniki salatniy listi bor ekan. Ustida to'g'i bilan. Endi Sen bo'ldim tayyorlanma. Damyonger. to'q. Yo, yaxshi. Abi, Hurmatli qizlar. yer kim tayyorladi buni? Nargis stoldagilar baqirmasin, iltimos xalaqit qo'yadi. Ey, klientinglarga qaranglar, cho'ta ko'p xuy qilishayotgan ekan. Xuy deganni bor, uruldiraman aytib qo'y. Sizni fikringiz? Oddiy anaqani Roltonni qaynatib, ustiga salatniy list qo'yib qo'ygan. Nimaga bu Ajdarho nomlangan, Ajdarho jangchisi? Kiyimini ko'rmadingizmi? Ha, u kiyimiga nomlangan. Faqat bu. Tak, birinchi klientimizga Mani mehrim qani? bitta mehr edi sizga. Esimizda. Все. Endi ikkinchi klientga ketdingiz. Это божественно, брат. Bunaqasini yemagansan. Men tayyorladim shuni, na. Billa. Da, я снимаю тебя. Ma ofitsiant, vegan tayyor. Voy, nechta jesh edi? Ofitsiantlarga. Boylama. Tak, bizani vegan ovqatimiz tayyor. Bitta degustatsiya qilasiz. Wow, Uy, Gambit, siz nima yedingiz, men nima yeyapman? Ki uramiz kastrulka bilan. Ikkita vegan tayyor. Ketib beramiz o'zimiz. Voy, Juman!
Jonim! Chef Power! Bizni shefimiz sizlarga ovqatni o'z qo'li bilan bermoqchi ekan. Kimga ikkita anaqa vegan kimga edi? Assalomu alaykum. O'ta davom. Birinchi hamdan sog'man, короче. Tegida bo'ladi. Men eng yoqtirmaydigan narsam restoranda, короче, tegida guruch qolib ketadi. Bu yoqda tegida tovuq qoladi, tushunasan? Dongi qo'y videograf bo'lib ketdi. O, ramyon tugadi. Bay bay, bay bay. Ay. Qalaysiz? Nega? Qizlarga shaxsan o'zingiz? Chunki roltoningizni endi ketavering bu yoqdan. Nima zakaz qildingiz? Muzday suv zakaz qildim. Qani? Muzday suv. Yo'q, muzday suv. Assalomu alaykum. Marg'ilondan kelgan akalarim. Mehrni yozib qo'ygansanlarmi, to'g'rimi? Men ikkita qiz kelib massaj qilib qo'ydim, nimadir. Yo'q, unaqa mehr emas. Sirlaringda. Yar. Jambo, jam. Buni siz pishirdingizmi? Men pishirganman. Rебята, закажите джес. Eshiting gapimni? Nimaga sizlarda servis 0? Biz birga zakaz qilgandik. Keman. Qarang, siz bo'yingiz uzunligi uchun sizga ko'proq tayyorlanyapti, xo'pmi? Men ham oshpaz o'zi olib kelib bersa qolayman. Qoch o'taman. Qoch. O'zingiz berishingizni xohlashyapti. O'zingiz berishingizni xohlashyapti, Didosh opa. Kimga? Bu Didosh opaga. Siz ovqatingizmi? O'zingiz qo'lingiz bilan qildingizmi? Yedirib qo'ying. Qizlarga girgittonsiz. Jesh zakaz qilganlarga girgittonman. Akajon, yedirib qo'ysangiz 100 ming chivi tashlab ketaman. Yana kim jesh aytdi? 20 yoshdan oshganingdan keyin hammaning hayoti shunaqa bo'ladi. Zo'r ekan, yana. Guruchiga nima bo'lgan? Bitta yeb ko'rsin. Bitta yeb ko'rsin shu odam. Jesh. Bo'ldi, boshqa ramyon qolmadi. Boshqa ramyon qolmadi. Siz ramyon zakaz qiluvdingizmi? Salto o'tib o'taymi? Xullas do'stlar, bizga yana ikkita zakaz tushdi, ikkita vegan, bilmayman kimdan. Nafsaki 3 ta tayyorlab qo'yaman, chunki hozir tushib qolishi mumkin. Все, в принципе. To'g'rilarimiz qayerda? Kimga bergis kelyapti, shef? Mana, mash paytda odamni to'g'ridini kim ko'tarish aniq bo'ladi. Uzr ozoda. Men sizga chivi qoldirmoqchi edim. Chivi berasizmi? Ha? Uzr dunyo. Yedirib qo'ysangiz yana 2 plyus bo'ladi chivi. Yedirib qo'yish xizmati keyingi safar. Hozir yeb ko'ramiz. Ishqilib uyga eslomga ketsak bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Suv bormi? Ta'mi yo'q, lekin yaxshi. Men bu go'sht siradan qarzga olib qo'shib yuborishganmi? Ovqat jahon qilgani uchun yaxshi. Jahon qilgani uchun yaxshi. Lekin siz 100+100 restoranimizda kategoriyasi bo'yicha necha baho berardingiz? 8,5. Nimaga 8,5? Absolutda chunki minus. Men Jahon akani kutdim, o'tdan o'tib sizga ovqatimni olib kelib berishlari uchun. Endi fikringiz qanaqa? 10. 100+100 restoranimiz kategoriyasi bo'yicha necha baho berardingiz? Restoranlarga baho beraman-u, abyuzer ovqatiga zo'r baho bera olaman lekin. Ajdarho jangisini kim tayyorladi? Menga ovqat juda ham tanish tuyuldi. Xuddi bir pulim yo'q payti yeydigan ovqatim yo'q sindi. Lekin ta'miga gap bo'lishi mumkin emas. Biroq tuzuv hammasini mana shunaqasini tuzuv. Qarang, bizning restoranda bitta galma-gal o'tadi ovqat. Siz birinchi jesh yeysiz, orqasidan vegan. Menga qizuv emas, hammasini bering menga. Yo'q, akajonim, bizning shef chiqsa hozir meni ham yoraveradi birinchi очередda. Mehr orqasidan quyib beraymi, akajonim? Do'stlar, bizga 3 ta mehr. Qoch. Bizning 3 ta mehr zakazimiz tayyor bo'ldi. Давайте reaksiyasini ko'ramiz. Qo'limda ushlab turardim, tak. Yebam. Zo'rmi? Ты готовил? Да. Хуйня полная. Abuzer o'zi vывод. Abuzer basharasi, haqiqiy basharasi ochildi. Ovqat olib keldik, qizlar bilan men turdim, qizlarni tanladi variant. Nima zakaz edi sizda? Hozir men hal qilaman, men menejerman bu yerda. Veganmi? Jesh, okey. Bo'ldi, hozir qutini yoramiz. Abu! Ha, Jeko Vance 2 ta anaqani zakaz qildi. Qani? hozir 1 sekund. Ko'tingni qisib qildi, ha? Hozir xarab jab. Biznes xotdimi bola? Voy, men 3 marta boksga borganman, boksga. Bo'langa. Xullas jigarlar, o'ylashim bo'yicha tayyor. Cho'la steykimiz ham, zagotovkalar tayyor. Endi esa ketdik. Nima bo'ldi? Qattiq ketasiz pul to'lamasdan. Mana. Shundoq bejab ketyaptilar mana. Nima qilamiz? Minus milliard nima? Avvaliy manat.
Hammani artib bering, men to'q ordim. Bыстро. Boring. Mana. Mana bu to'g'rizni materialni. Yo, to'g'imga tegmaydi. Qo'lingizni bu yoqqa keling, bu yoqqa. Omonxon, hurmatli Omonxon. Qo'lingiz shirra bo'ldi, to'g'rimi? Sizga antiseptik kerak, to'g'rimi? Keling, qo'lingizni cho'zing. Bitta qiling, mana bunaqa qiling bo'ldi. Bo'la, shuncha podgotовка qilganmiz, mana shu zavod uchun yaxshi bo'ldi, normalniy. Yuzimni yuvib keling. Assalomu alaykum hurmatli mijoz. Bizni 100+100 restoranimizdagi Ajdarxo jangchisi ovqatini yeb ko'rganingizdan keyin necha baho berdingiz? Nechi shkala? 10 shkala. 8. Nimaga 8? Da, yaxshi ko'raman. Tak, hozir sal ko'proq u tarafga. Ko'rasizlarmi? 200lamachilik ketyapti bu yerda. Boya kelayotganda hurmatli mijoz deyishdi, orada muzdek so'qqani desam qo'yib ketib qolishdi. Hozir gapim o'rtadan bo'lib yana qo'yib ketib qoldi. Qarang, shunaqa situatsiya bo'lib qolishi mumkin. Bu 100+100 restorandagi hamma ishchilar har xil kasalxonasidan qochib kelgan. Misol uchun bekorga oldida to'g'rini olib yurgani yo'q. Eng yaqin do'sti, ya'ni Gambitni Cheslivo ismi qo'yilgan. Ya va, endi men mana to'q tenglashtirib yotibdi boydan beri. Men lekin bitta narsani ayting, agar mana shunaqa atmosferada restoran ochilsa, kut bo'lar agar men har kuni kelaman. Reально? Har doim kelganda Abuni, Ahrori ibodatini ko'radigan bo'lsam, mana bunaqa ishchilar bu dovdirab, prikol qilib yuradigan bo'lsa, men har kuni kelaman. Assalomu alaykum Kunduzi. Ovqatimizni yeb ko'rdingizmi? Men olib kelishim. Mana olib kelib berishdi-yu. Men muzdek suv zakasi. Muzdek suv qolmadi. Qanaqa muzdek suv qolmadi? Ichib qo'yishdi, brat. Bu nima bu? What the hell? Mana chef povurimiz. Bu zavideniyadagi eng yaxshi ovqat va shuning uchun ham ko'p zakaz qilmaslikligi uchun biz nomini eng xunusini qo'yganmiz. Zesh meni o'lgan mushugim. Shu qo'lingiz bilan qilganmisiz? Shu qo'lingiz bilan. Baho bermaysizmi? 100. Давайте дегустация mana. Birinchi Ajdarxo jangchisini aytdim. Kelmadi. Mana nima oti? Jesh. Jeshga 5 qo'yishim kerakmi hozir? Qanaqa pishgan? Nimalar bor ichida? Qorin ochib ketyapti. Da, brat, biz ideal ovqat qilamiz-da. Yoqdimi? Agar siz mujiksiz ishoning. Ovqat yoqsan yoqmayapsan lekin. Sizga qanaqa? Mana anchadan beri yeb yuribsiz. Bro, zo'r, вообще. Xatolarni aytib xafa bo'lmayman mana. Xatosi, мне кажется, to ozgina anaqa marinovkasi. Shukr qilib yeng. Nimaga xatosini topib ovqatni? Ovqatda yomoni bo'lmaydi. Yo'q, ovqat xatosi emas, tovuqning xatosi. Jekovaynis qani? Sizga bonusi bor. Bonusiga qizligim. Bilaga ko'zi down bor-u. Ovqatingiz nima zakaz qilib o'tdingiz? Ajdarxo jangchisimidi? 2 minut. Kutdim bu 2 minutda olib kelaraman. Reально kelib. Reально? 2 minut. O jeshni bermasa, kroku menyuni yeyapti. Mana jigarim, qara, jeshmas degan, ikkita degan. Va jesh povri qani? Jesh povri. Purga nasolga qo'ydi. Javob. Bu vegan aka? Ha, bu bonus. Da, bu bonusga. Ana qaranglar. O qizlarga qarab, vegan yeysizlarmi deyapti. Bo'ldi. Yo'san, mujikmassan. Qarang, men erkak kishi tarafman minbori zo'r. Akajonim, siz uchun. Biz ham bitta. Atdushi jigar. Ani abyushirga aytib qo'yinglar. Roltinni ko'tib qo'ysam. Yo'q, qarang, siz zamzakaz qilmadingiz? Hozir olib kelaman. Xullas do'stlar, biz esa hamma zagotovkalarni tayyorlab oldik va mehmonlarni oldiga o'tamiz endi. Ketdik. Я еще сам приготовил. Норм? Нормальными? Вам ава, кстати. Qale. Нормально. Mani fanatlarim. Abyushirga aytib qo'ygan. Mana ayting aka. Ekansan deb qo'ygan. Mehr, siz so'ramidingiz? Qani men uchun ko'ring. Javob tayyorlagani uchun ma'zurlik. O'sin, nimaga bu yerda yozsa? Klientlarning oldida nima ichyapsiz? Biz tovarimizni. Biz faqat yeyapmiz. Yo'q, bitta savol. Men bunaqa xuddi qilasizlar? Tushunmadim. Voy. Normalniy yo'q. Yo'q, normalniy emas. Hamma ovqatlandi, to'g'rimi? Endi kunduzi hammani yedirdi deb kommentga yozinglar.
Do'stlar, hamma kelganga kattakon rahmat. Bizda yana bitta yangilik bor. Menyuda qo'shilmagan ovqat ham bor. U auksionga ketadi. Kim qancha bersa, kim eng ko'pini bersa, o'shanga tayyorlab beramiz. Начальная ставка 5000 so'm. 5000 mi? 5000 so'm boshlanadi. 15000. Kunduzingda uncha pul yo'q. Hop, 20 ming. 20000. Rayhon 21 ming. Yo, faqat 5 mingdan ko'tarish mumkin. 1000 so'm 2 mingdan mumkin emas. 50 ming bor. 50 ming beraman. Kim ko'proq? 120 ming. Voy bay! 200 ming. Shahruz TV 200 ming deyapti. 210 ming. 210 ming kunduzi. Ozoda 300 ming bermoqchi ekan. Shahruz TV 300 ming. Voy bay! 300 ming. 300 ming 900 so'm. Wow. 300 ming 900 so'm. Bloger ham shunchalik past bo'ladimi? Tikib yeysanlarmi bir 5 million 6 million? 300 900 so'mmi? Kim aytdi? Ozoda 300 ming so'm, 900 so'm. Olsin. Sotildi, voy Mani eshitdinglar, men просто stavka oshishini boshlayotganini kutotgandim-da. $100 ham sotib olardim lekin. Endi esa do'stlar, Ozodaga maxsus chef bordi, ya'ni mendan maxsus bitta ovqat tayyorlab beraman. O'pchilikmi? A? O'pchilik ovqatmi? Voy bitta. Sen ketdi. Bo'ldi, chef Ford o'zi qilsin zaif. Nima xohlayapti? Hafiz bo'la aytgan o'zing. Nima xohlayapti bular? Nima u bunaqa siqilib qolgan? Depressiyada hozir 1 million bo'la olmayapti. Bechora. Pishirib yuboramizmi buni? Bitta такой жесткий, огненный дыханиyadan bersangiz KFC bo'lib qoladi. Xullas do'stlar, ingrediyentlardan maxsus auksion blyudamiz uchun maxsus ingredient losos go'shti va mana shunaqa kukuruza va yana bizda limon bor, iceberg bor va shulardan hozir ovqat qilib akkuratni yasab beramiz. Alright. Mana fartukum qani? Tak, mana bu terini yechib olamiz. Shuncha o'ylashim bo'yicha yetadi. Buni tegini yoqamiz. Tak, mana buni ochib turamiz ungacha biza. Tak, bizda oy, voy bay. Oldin yoshligimizda mana qilardik. Bunday olib. Yapıyordim. Kayf? Men baliq uchun maxsus tegi kuyib ketmaydigan skоворodka yangisidan ishlatyapman va tagiga necha ming qildim tagiga. Mana shu yoqdan ozgina solaman. Mana buni ozgina qovurib olamiz va mehmonlarga bersak bo'ladi. Brat, полный обзор qilamiz. Полный. Olinglar, qo'yda. Nima, mana shu idishga qo'yaveramiz, birodar. Maxsus bumaga, yog'i tortib oladigan bumaga. Avvaliga manatdan berib olinglar, menga ham jigarlar. Wow! Damn! Bo'ldi, ana qoraylar. Voy! Idealligini. Bay! Tak, bundan qo'yamiz hozir. Ungacha zagatov qilib turamiz, kelinglar. Tak, jo'xoridan solamiz. Mana shunaqa, menimcha yetadi. Bitta pavasa qildim. Hozir qovurilib bo'lgandan keyin hamma narsa buni olamiz, ustiga qo'yamiz. Limondan ozgina, icebergdan ozgina qo'yamiz. Mana ikkita tuxumdan такой детсel ustiga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Normal. Просто tushunmayman-da mana shu. Подписчикlarni tushunmayman. Nimagadir kommentariyada hate qilishadimi? Mana просто поддержка qilishsin, подписаться это или на obuna bo'lsa bo'ladi. Hayot shunaqa ekan, men bularni obuna bo'lgan narsani chuqolni taqdirdan ko'rishdim siz. Sanga o'xshaysiz. Bay! Assalomu alaykum. Qayerdan diskotegadanmi? Qitchu, bratom. Hop, nima tayyorlab berasan menga bugun? Mana aka. Ili to'xtang. Aka, zagotovka bor. Tayyormi? Ha, jesh, bemalol yesiz bo'ladi. Bet, O'zini choq o'yinda guruch almashtirib. Tovuqni yeng. Qo'lingdan ovqat, mashina berchi. Voy bay! Bizda baliq tayyor, qoch. Iceberg salatidan ozgina, tak, ustidan ozgina yana mana bundan. Ozgina tuxum. Detzel. Всё, tayyor. И limon soka. Всё. Jigarlar, o'ylashim bo'yicha na 100% оправдать qildi. Endi esa biz shuni Ozodaga taqdim qilamiz. Ketdik. O'zimiz maxsus chef bor. Короче, Dudosh opa holatda Javoqdan kurs sotib oldim. Barmenlik kursiga yozildim bugundan boshlab. Va birinchi nima qilishim kerak hozir? shu yerda qo'l yuvish kerak. Sotdami? Mamandami? To'da, qo'l yuvish kerak. Ovqat tayyor! Mana maxsus biz tayyorlagan ovqat. Buni nomi Papay. Oching. Baymi?
O'ylashim bo'yicha normalni o'xshadi jigarlar. Bo'lib bitta yeb ko'ring. Nima qos? Endi iloji bo'lsa bitta ovqat yeb turib, shuni degustatsiya qilib, bahoyingizni berasiz. Tak. 1 2 3 bismillah ketdi. Zo'r. Real yoqmadimi? To'g'rimi? Dalshi bizga muz kerak. Stolimizga shunaqa muz kerak. Bu nomi nimaga mehr? Chunki bu mehr bilan tayyorlanadi. Qarang. Bo'pti, 0 dan 10 gacha nechi baho qo'yasiz? Nechi baho? 10. Easy. So. Nechi qo'ydi? 10. Tashlamga qo'ydi. 75. Legenda. Mana, men 70, bu 75. Bu 30. Bo'ldi, tayyormiz. Sutga solib ichib ko'rsangiz bo'ladi. İçim şartmi? Voy bilin. O'xshadimi? Ha, o'xshadi. Ya qo'lingga solganding, ha? Voy, bilet. Deb cho'qmayaptimi? Do'stlar, mana video ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. 200 ming obunachi bo'libmiz. Sizlarga kattakon rahmat va shu sabab shuncha mana bloger do'stlarimiz ham keldi. Sizlarga ham kattakon rahmat kelgan vaqtinglar uchun. Albatta do'stlar, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Shunaqa formatda dalshi video olaylikmi, yo'qmi? Shuni ham yozib qoldiringlar va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Chunki oldinda bizda juda ham katta maqsadlar kutib turibdi. Do'stlar, bitta takoy. Bitta takoy. Bitta tugatamiz. Xullas, ko'rganingiz uchun rahmat. Charchamanglar! Yetdi.